Safe Moto Street model 8 kubli. Safe o'zi Xitoyning eng yaxshi brendidan mototsikl bo'yicha, xuddi mana bu Li 9 ga o'xshagan. Lini hamma уже ana tan olgan-ku. Safe Motoni ham xuddi shunaqa qabul qilsanglar bo'ladi. Xo'p, sotuvda Safe Moto 800 NK 24-yil 8000 probekda. Holati juda ham ideal holatda. Balonlari yangi. O'zini zavodskoy vixliplarda turibdi. Hech qanaqa muammo tug'dirmaydi sizlarga. Texnik ishi yo'q, hech qanaqa ustalarda yashamagan, ustalarni tanimaydi. 700 uz nomerlarda. Balonning holatlari ham dodda bo'lib turibdi. Dugalari bor. 8 kub. Juda ham resmi apparat bo'ladi. Quick shifter, ABS, traction control, cruise controllargacha bor. Uncha mototsiklda yo'q bu narsa. Hop. 8037 kilometr. Rasxodlarini, hamma narsani ko'rsatadi. Zavod qilamiz. Bitta bosadi. Soat bo'ldi. Qo'ychog'imiz. Ikkita silindr, ovozi juda ham zo'r. Buni endi ko'pchilik aytadi, KTM motor turibdi deydi. Aniq bilmaymiz. Lekin KTMdan qolishmaydigan darajada kачество. Shu KTM mashinasini beradi. Bo'yi baland odamlarga ham juda ham mos tushadi. Bo'ylari baland, kattagina mototsikl. Narxini $7000 deyapmiz. Dokumentlari tayyor. Shundoq notariusga boramiz, o'tib boramiz.